Xitoy hökuməti Uyğurlarni məcburi əmgəkçilərə aylantırış orqali mutlaq kontrolluqni ishga oshirish uchun davomli harakat qilayotganligi ma'lum. Aqsu axborot to'g'rida e'lon qilingan bir xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy hökuməti əmdiki nishonini 40-50 yosh atrofidagi Uyg'urlarga qaratgan. Xabarda aytilishicha, 8 fevral kuni Aqsu viloyati yezlaridagi 40 necha, 50 necha yoshlik əmgək kuchlarini muqim ishga o'rinlashtirish o'tkiliga hujum qilish bo'yicha safarbar qilish, o'rinlashtirish yig'inashgan. Xitoy doiralari yillardan buyon 5-chi əmgək kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish va muqim xizmatga o'rinlashtirish degan nomda minglagan, 100 minglagan Uyg'ur yoshlarini Sharqi Turkistonning ichi va sirtiga yo'tkab, ularni bir yoqdan arzon bahoda ishga solsa, yana bir yoqdan nopusni kontrol qilishni ishga oshirgan edi. Bu navbat Xitoy doiralarining maxsus 40-50 yosh kishilarni muqim xizmatga o'rinlashtirishni ta'kidlashi, chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari va irqiy qirg'inchilikqa qarshi Qaysariyada harakat tashkillagan Uyg'urlar soqchilarning to'sqinligiga uchirdi. Faoliyatga qatnashgan bir kichik qizning cho'qonlari qalblarini larzaga soldi. U o'zining ota-onasi Xitoy tarafidan jazo lagerlariga elib ketilgan minglagan bolalarning biri ekanligini eskartib, turk va islom dunyosining rahbarlariga xitob qildi va ulardan qeyrindosh va dindosh bo'lgan Uyg'urlarga ega bo'lishni talab qildi. Uni qo'lga ilishga kelgan soqchilar bo'lsa, atrofga to'plangan ommaning kuchli noroziligiga uchirdi. Xitoy yuqumning beshidagi kasalliklar to'g'risidagi xam uchurlarni Xitoy virusining manbasini tekshirayotgan Dunyo sahiyat tashkiloti vakillar o'mikidan yoshirdi degan tanqidlarga inkos qaytardi. Aqsaray davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan oldingi kuni Amerikaning Wuhan virusining kelib chiqishida tekshirish jarayonidan cho'nqur andisha qilayotganligini o'tirg'a qo'ygan, ham bu doklad cho'qim mustaqil bo'lishi kerak, mutaxassislarning natijasi cho'qim Xitoylarning aralashishi va o'zgartishiga uchirmasligi kerak degan. Valkochsi gesining xabar qilishicha, Dunyo sahiyat tashkiloti vakillar o'mikining bir qism a'zolari Xitoyning yuqumning qandoq va qachon tarqalishiga boshlanganligini belgilaydigan tunji delolar haqida xam uchur bilan ta'minlamaganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Stanford Universiteti qisqa vaqt ichida olqishga erishgan ovozli hamdaharlash detali klubxonaning ovoz xatirlash sonliq ma'lumotlarining Xitoyga yo'tkalganligi oshkorildi. Stanford Universiteti bir tadqiqot guruhi 2020 yili 4-oyda qurilgan va 2021 yili 1-oyda qiymati 1 milliard dollarga yetgan bu yumshoq detal haqida doklad tayyorlagan. Dokladda mazkur qo'llanishchan programmada so'zlangan barliq nutq va ovozli xotirlarning Xitoyga joylashgan mulozimatorlarda saqlanganligi va barliq sonliq ma'lumotlarning Xitoyga avatilganligi ko'rsatilgan. Yaqinqi bir necha hafta ichida bu yumshoq detal Xitoyda bek moda bo'lgan bo'lib, Uyg'urlar va Hong Kong qatorliq sazgur masalalar suhbat temasi bo'lgan. Turkiya qurolli qismlari Iroqning shimolida terrorlik tashkiloti qarshi elib berayotgan harakati jarayonida Gara rayonidagi bir g'orda soqchi, askar va ommadan tashkil topgan 13 turk fuqarosining jasadini bayqagan bo'lib, navbatda 10 kishining salohiyati aniqlangan. Malatya valisi Aydin Barosh muxbirlarni kutib olish yig'inida hayotidan ayrilgan kishilarning kimligi to'g'risidagi uchurlarni ham baharlab, qolgan 3 odamni farqlantirish xizmatining davomlashayotganligini aytdi. Jasad tekshirish natijasi haqida uchur bilan ta'minlagan Malatya valisi Aydin Barosh mundaq dedi. Malatya Adliya tibbiy institutida taftish va adliyalik davolash mutaxassislari elib borgan jasad tekshirish natijasiga qaraganda, avlodlarimizning 12 kisining beshida, birining ko'ksida o'q izlari bayqadik.